Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz Blender dasturida sodda modellarni yasashni boshlaymiz. Xo'sh, oldingi darslarimizda Blender nimaga kerak, uni kompyuterimizga ko'chirib olish, Blenderni boshqa dasturlardan ustunligi haqida gaplashgan edik. Keyingi darsda esa Blender interfeysi bilan tanishdik. Endi esa sodda modellarni yasashdan boshlaymiz. Xo'sh. Birinchi Blenderga kirib olganimizda kub bilan kamera va bitta yorug'lik manbai shu uchta obyekt interfeysda ko'rinadi. Xo'sh. Odatda bularni o'chirib tashlaymiz, ya'ni hozir qilayotgan amallarim ekranda ko'rinishi uchun shu displeyni yoqib qo'ydim. Endi qaysi tugmalarni bosayotganim ko'rinadi. Xo'sh, birinchi bo'lib mana shu 3 ta obyektni biz yo'qotishimiz kerak. Buning uchun A tugmasini bosamiz va bu bilan barcha obyektlar belgilanadi. Keyin esa X tugmasini bosamiz. X bu o'chirish. So'ngra Enter. Demak, kirib olganimizdan so'ng barcha obyektlarni o'chirishimiz va ish stolini tozalashimiz kerak. Endiki maqsad Blender'dagi eng ko'p ishlatiladigan scale, grab and rotate, ya'ni 3 ta tugmani ko'rib chiqamiz va bular qanaqa ishlash haqida ma'lumotni olamiz. Birinchi o'rinda interfeysga model qo'shib olishimiz kerak. Buning uchun Shift va A tugmasini ketma-ketlikda bosamiz va bizda oyna ochiladi. Bu yerda add, ya'ni qo'shish. Bu yerda turli xil ro'yxatlar bor. Birinchisini tanlaymiz. Bu yerda mesh. Mesh so'zi ingliz tilidan to'r, ya'ni ruschada setka degan ma'noni bildiradi. Bu bizga sodda modellarni chiqarib beradi. Masalan, kub yoki shar yoki silindr va shunga o'xshash. Biz esa hozirgi tugmalar qanday ishlashini o'rganib olishimiz uchun oddiy kubdan boshlasak bo'ladi. Xo'sh, o'rganishimiz kerak bo'lgan birinchi funksiya bu scale, ya'ni hajmni oshirish. Mana shu belgilangan obyektni hajmini oshirish uchun S tugmasini bosamiz va biz sichqoncha bilan qanchalik hajmni o'zgartirishimiz kerakligini ko'rsatsak bo'ladi. Sichqonchani surish yordamida. Demak, shunchaki S ni bosgan holda hajmni kattalashtirish mumkin. Lekin yana bir narsani inobatga olishimiz kerak. Bu 3 o'lchamli dunyoda S ni bosgandan so'ng faqat butun hajm emas, qaysidir tomonga qarab, masalan, X o'qi tomonga qarab cho'zilishi uchun biz S dan so'ng X ni ham bosib qo'yamiz. Endi ko'rishimiz mumkin, X o'qi hamma obyektlardan tepaga chiqib qoldi, ya'ni X o'qini tanlaganimizni bildirdi. Endi sichqonchani qimirlatsak, hajm o'sha X o'qi bo'yicha kattalashadi. Xuddi shunday S ni bosgandan so'ng Y ni bossak, ya'ni Y harfini, obyektimiz Y o'qi bo'yicha kattalashadi. Xuddi shunday S scale ni bosgandan so'ng Z ni bossak, hajmning qalinligi oshadi. Mana shu ko'rinishda scale, ya'ni hajmni oshirish buyrug'i qanaqa ishlashini tushunib olishimiz mumkin. Keyingi harakat bu grab. Grab bu ushlab olish ma'nosi. Shunchaki ushlab oladi va uni istalgan tomonga olib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'sh. Grab funksiyasini ishlatish uchun ingliz tilida G, o'zbek tilida G harfini bosamiz va bunda ham xuddi shunday X o'qi bo'yicha surmoqchi bo'lsak X ni, Y o'qi bo'yicha surmoqchi bo'lsak Y ni bosamiz
Z o'qi bo'yicha surmoqchi bo'lsak, Z harfini bosamiz. Mana shu ko'rinishda S va G, ya'ni grab funksiyalari ishlaydi. Keyingisi rotate, aylantirish. Yana e'tiborga olinadigan bitta nuqta bu obyekt o'rtasidagi sariq nuqtacha. Bu nima? Bu obyektning markazi. Ya'ni hozir barcha qilayotgan funksiyalarimiz mana shu markazdan turib boshqarilyapti. Bu narsani yaqqol isbot sifatida rotate funksiyasini ko'rsataman. Rotate bu aylantirish, burish degan ma'noni bildiradi va uni qisqa kodi R. R tugmasi bosilgandan so'ng obyektni aylantirish mumkin bo'ladi. Shunga qaramay, 3 o'lchamli dunyoda Y ni bossak, Y o'qi bo'yicha aylanadi, X ni bossak, X o'qi bo'yicha aylanadi, Z ni bossak, Z o'qi bo'yicha aylanadi. E'tibor bersangiz, faqat ana shu markaz atrofida aylanyapti har bitta jism. Demak, markazni ma'nosi mana shu ishlatayotgan amallarimiz qayerdan turib boshqarilishini isbotlaydi. Agar markazni ko'chirsak, deylik, markazni chetroqqa qo'ysak, endi rotate mana bu holatda aylanadi. Menga tushunarli bo'ldi markaz nima ekanligi. Bu ingliz tilida origin deyiladi. Har bitta obyektning origin, ya'ni markazi bor. Masalan, konusni olsak, konusda ham markaz bor. Markaz ko'rinishi uchun albatta obyektni bosishimiz kerak, bo'lmasa ko'rinmaydi. Endi yana bir ma'lumot sifatida, xo'sh, tabni bossak, bizda obyektimizni transformatsiya, ya'ni edit, tahrir qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Tabni bossak, shunchaki obyekt moddan edit modga o'tib qoladi. Bu mod, ya'ni bu holatda biz obyektni istalgan masalan deylik, istalgan chiziqni olib, uni harakatga keltirishimiz mumkin. Ya'ni ko'chirishimiz mumkin joylashgan o'rnini. Qanday bo'ladi? Z o'qi bo'yicha ko'chirildi. Deylik, bizga nuqtani tanlash kerak bo'lsa, mana bu yerda nuqtalarni tanlash yoki qirralarni tanlash yoki yuzalarni tanlash degan qismi bor. Yuzalarni tanlash bu har bitta 4 ta nuqta ulangan yoki 3 ta nuqta ulangan qismni, yuzani tanlaydi. Bu yerda qirra esa 2 ta nuqta tutashgan uzunlikni tanlaydi. Nuqta esa har bir nuqtani tanlash imkoniyatini beradi. Bularni qisqa tanlash usuli 1, 2, 3 bilan. 1 nuqtani tanlaydi, 2 qirrani, 3 esa yuzani. Xuddi shu holatda modelni tahrirlash imkoniyatiga egamiz. Demak, model o'zi nima ekanligini, uni qanday tahrirlash kerak ekanligini sodda ko'rinishda tushunib oldik. Endi oddiyroq model tahrirlashdan boshlaymiz. Model tahrirlashda asosiy e'tiborga olinadigan joylarini aytib o'taman. Bu plane. Plane nima? Plane bu bir yuzali shakl. Unda qalinlik yo'q, faqat yuza bor. Bu bizga nimaga kerak? Hozirgi qurayotgan shakllarimiz barchasi mana shu yuza ustida joylashishi kerak. Bu esa dizayn jihatdan chiroyli turadi va o'zimizga ham qulay bo'ladi, uch olamda, fazoda yanglishmovchilik bo'lmasligi uchun. Demak,
barcha obyektlarimizni shuni ustiga qo'yib olamiz. Biz hozir sodda qilib oddiy uycha yasab ko'rishga harakat qilamiz. Bu uchun bizga kub kerak. Xo'sh, kubni S yordamida scale bilan hajmini o'zgartirishimiz mumkin. Aynan x o'qi bo'yicha. Mana kubimiz mayinlashdi. Endi S y bo'yicha uzaytiramiz va uni tepaga chiqaramiz grab funksiyasi yordamida. Mana. E'tibor bersangiz, hozirgi qo'ygan playingimizga tegmayapti. Mana, orasida joy bor. Mana shu joyni to'g'rilab qo'yish uchun bizga yordamchi magnit mavjud. Bu snapping. O'zbek tilida magnit deb aytsa bo'ladi. Xo'sh, mana shu yerga bosgandan so'ng biz face ni tanlaymiz. Face nima qiladi? Mana bu magnitchani yoqib qo'yamiz. Agar yoqsak, mana shu yuzaga tegib beryapti o'zi. Mana endi tanlagan shaklimiz pastdagi plane, ya'ni yuzaga o'z-o'zidan yopishib qolyapti. Xo'sh. Endi demak, bu hozirgi yaratgan modelimiz bizga devor vazifasini o'tasa, endi shu devordan bizga 4 ta kerak. Bu devorlarni ko'paytirish uchun bizga Shift D funksiyasi yordam beradi. Shift va D ni ketma-ket bosganimizdan so'ng model 2 ga, ya'ni bitta o'zi 2 ga bo'linadi. Bu yordamida o'z-o'zidan G ni bosamiz va X o'qi. Mana devorlar yonma-yon parallel holatda joylashdi. Endi qolgan ikki tarafiga ham joylashtirib chiqish kerak. Bu uchun ikkinchi modelni ham tanlab olamiz, ikkinchi devorni ham. Ikkinchisini ham tanlab olish uchun Shift ni bosgan holda sichqonchaning chap tomonini bosamiz va mana ikkita model tanlab olindi. O'sha ikkita model tanlab olingan holatning o'zida Shift D ni bossak, o'sha ikkita model ham yana 2 ga ajraladi. Endi buni rotate funksiyasi yordamida buramiz. Z o'qi bo'yicha 90 gradusga. Mana. Endi qiladigan ishimiz tepa formatda ko'rib devorlarni joylashtirib chiqish. Maslahat berardim. Instrument bu nima? Magnit bo'limidagi instrument bu mana shu katakchalar. Katakchalardagi chiziqlarga yopishtirib beradi. Bu muhim. Undan tashqari grid. Bu grid mana shu katakchalar o'rtasidagi nuqtalarga yopishtirib beradi. Buni ham tanlash mumkin. Vertex bu oddiy nuqtalar, obyektdagi nuqtalar. Edge bu obyektdagi qirralar. Face bu obyektdagi yuzalar. Mana shu 5 tasi tanlab qo'yilsa va magnitcha o'chirilgan holatda tursa, biz endiki qulay funksiyani ishlata olamiz. Nega magnitcha o'chiq turibdi? O'chiq holatda ishlaydimi deyilsa, ha. Masalan, devorni grab qilamiz G funksiyasi bilan va xo'sh, X o'qi bo'yicha mana bu devorga yopishtirib qo'yishimiz kerak. Lekin magnitcha ishlamayapti. Magnitcha ishlashi uchun biz Ctrl tugmasini bosamiz. Endi magnit ishlayapti. Ya'ni magnitni yoqib qo'yish bizga ba'zan zarar keltiradi, negaki kerak bo'lmagan joylarga ham magnit yopishib qolaveradi. Magnitchani faqat kerakli joyda ishlatish uchun uni o'chirib va o'zimizga kerak bo'lgan paytda Ctrl tugmasini bosishimiz magnitni o'z-o'zidan yoqib beradi. Xo'sh, demak tushunarli. Keyingi devorni ham xuddi shunday
tahrirlab olamiz. Mana ikkita devorni ulab qo'ydik. Endi ortiqcha chiqib qolgan yuzani olib tashlashimiz kerak. Bu uchun edit, ya'ni tahrirlash bo'limiga o'tamiz va mana shu 4 ta nuqtani tanlab olamiz. Ya'ni olib tashlashimiz kerak bo'lgan yuza. Agar buni hozir o'chirib tashlasak, barcha shu nuqtalar o'chadi va unga tutash bo'lgan qiralar ham o'chadi. Shuning uchun buni grep funksiyasi yordamida x o'qida siljitamiz. Va mana shu devorni qalinligiga moslab to'g'rilab olamiz. Xuddi shunday ikkinchi obyektimizni ham shunday qilamiz. 4 ta nuqtani tanlaymiz va grep x endi bizda 4 ta devor mavjud. Modelimizni eng asosiy qismlaridan biri tayyor bo'ldi. Bugungi darsda nimalar o'rgandik? S hajm oshirish, aylantirish yoki ko'chirib o'tkazish grep funksiyasi. Bu 3 ta eng muhim funksiyalardan biri. Kelajakda barcha model tahlilchilar uchun eng ko'p ishlatiladigan funksiyalardan biri bo'ladi. Chunki modelni qayirish, burish, ko'chirib o'tkazish yoki uni hajmini oshirish eng muhim jarayonlardan biri. Hozircha shu. Endi bu faylimizni qanday qilib saqlab qo'yamiz? Buning uchun Ctrl va S tugmalari bosiladi va o'zimizga kerakli bo'lgan lokatsiyani tanlab, maydonni tanlab, fayl nomini kiritamiz. Bo'yicha fayl nomini kiritgandan so'ng uni Save Blender File degan joyiga bosamiz. Bo'ldi. Demak, faylimiz aynan belgilangan qismga tanlandi. Buguncha shu, keyingi darsda yanada ko'proq funksiyalar va buni tomini yopamiz, eshik qo'yishni o'rganamiz. Xayr, salomat bo'ling.